2008-yilda qaytib kelganman. Rossiyaga ketganman 6 oy. Bu yoqda islohotlar o'zgargani uchun qaytib kelganman. Ancha yengilliklar bo'lgan. Prezidentimiz bugungi kunga hamma sharoitlarni qilib qo'yibdi. Bizlar uchun, mana tadbirkorlar uchun faqat mehnat qilish kerak, oldinga harakat qilish kerak. Bo'ldi. Tiqilinch tor joyda yashardik-da, baribir. O'zingizni uyingiz bo'lmasa, emin erkin bo'la olmar ekansiz. Mana shu shinamgina, ixchamgina, hamma sharoiti bor uyda surpriz qilib bizga sovg'a qilishdi. Ko'rkam uylarga kelib, mana yashab o'tiribmiz. Oldingi ahvolimiz juda ham achinarli holatda edi. Yangi hayot, chinakam yangi hayot boshlangan manzil desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz Muzrabot tumani markazidan ancha uzoqdamiz, lekin bu yerga kelsangiz shaharni eslatadi. Yo'llar ravon, sartaroshxona deysizmi, kitob do'konimi, oziq-ovqat do'konimi, tibbiyot punktimi barchasi mujassam. Maktab yaqin bog'cha qurilishi rejalashtirilyapti va eng muhimi siz ko'rib turgan mana shu zamonaviy barcha qulayliklarga ega bo'lgan xonadonlar uy-joyga muhtoj bo'lgan yurtdoshlarimizga bepul qurib berildi. Bir paytlar qarovsiz turgan yerlar bugun obod mahalla, 30 ta oilaning vatani. Dilnoza To'ramurodova 2 nafar farzandning onasi. Ilgari og'ir sharoitda yashar edi. Shu paytgacha o'z uyi bo'lmagan. Dilnoza opa, kayfiyatlar qanday endi? Xursandmisiz? Xursandman. Ko'rkam uylarga kelib, mana yashab o'tiribmiz. Oldingi ahvolimiz juda ham achinarli holatda edi. Ijarada yashadim ancha payt. Bolalarim uchun nima qilib qiynaldim. Ijarada yashash oson emas. Oson emas, juda ham qiynaldim. Qiyinchilik o'tdi. Allohga shukr. Xudo degan akamiz shunday prezidentimizni nazardan chetda qolmadik. Shunday chiroyli ko'rkam mo'jaz uylarga olib kelib bizni mana yashatishyapti. Hayolimga ham kelmagan, tasavvur ham qilmagandim. Menga ertalab bir kun oldin kechqurun erta tayyor turing deyishdi. Qanaqa, qayerga tayyor turar ekanman dedim. Aytishdi, erta bilan kelib ketdik yuring deb olib kelishdi. Kelsam mana shunday uy beriladi deyishdi. Shunchalar sevinchim o'zimga sig'madi. Xursandligimdan faqat kunuzog'i yig'lab o'tirdim. Mana uyli bo'lar ekanman, qiyinchilik ortda qolar ekan. Toza yaxshi joy. Shunday kelaverishdan odam kayfiyati ochiladi-da, uy chiroyli ko'rinadi, manzarali bu. Qurbonoy Yo'ldoshovaning ham eng og'riqli, dardli masalasi uyi yo'qligi edi. Uning orzulari ham bugun ushalgan. Oldin qaynonamlar bilan birga yashardik, 3 ovsin birga. Katta farzand xo'jayinim. Tiqilinch tor joyda yashardik-da, baribir. O'zingizni uyingiz bo'lmasa, emin erkin bo'la olmar ekansiz. Mana shu shinamgina, ixchamgina, hamma sharoiti bor uyda surpriz qilib bizga sovg'a qilishdi. Bundan juda ham xursand bo'lib, yangi yil oldi xo'jayinim kelib bizga yangi uy berdi deganga o'zim ishongim kelmadi. Haqiqatan kelib ko'rsam hamma sharoitlari bor, jihozlangan, ko'rib nima deydi, xursandchiligim ichimga sig'madi-da. Xursandchiligimdan yig'lab yordim. Bu yerga hamma narsamni olib kelamanmi deb o'ylagandim, lekin gilami bor, pardalar bilan, hamma narsa bilan jihozlangan ekan. Prezidentimizga rahmat. Bizday uyi yo'qlarga uy berib, sharoit qilib berganlari uchun mingdan ming minnatdormiz. Oilamiz nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mahalladagilarning turmush farovonligini ta'minlash uchun bo'sh turgan yerda baliqchilik klasterini tashkil etish rejalashtirilyapti. Birgalikda jamoatchilik bilan nima qilib beramiz deganda, mana shu yerda bilsangiz katta kanal bor. Kanalni bo'yida hozir 30 ta oilaga mo'ljallangan baliq boqadigan havza tayyorlab berdik. Hozir baliqlarni mana shu mutaxassis chaqirganmiz. Bularni shu baliqchilikka o'rgatamizdagi har biriga alohida mana shuni beramiz o'zlari boqib, mana shu yerdan pishirib sotsa ham bo'ladi. Uylarda oldida ko'rgan bo'lsangiz 20 gektarli joy bor. Ijara shaklda biz mana shu yerda xonadonda yashayotganlarga 2 gektar, 1 gektardan mana shu yerda berib, anorzorni tashkil qilmoqchimiz. Prezidentimiz tomonidan o'sha 7 yillik biznes tuzilmagan, hammasini masalasi mahallada yechilishda. Misol uchun hammasi o'zining vazifalari bor-ku. Demak, men o'ylaymanki, o'sha mahalla bir
Tanu Birjon chips bo'lsa, har qanday masalani yesa bo'ladi mahallada. Bugun shunga imkoniyat ham bor, sharoit ham bor. Obod ko'cha, obod xonadon, obod mahalla tamoyillarida ish olib boryapmiz. Mana xonadonlarga 10 tadan xurmo, 10 tadan anjir, 10 tadan limon ko'chatlarini ekib boryapmiz. Bu yil 2025-yilda biz 178 mingta manzarali mevali daraxtlarni Muzrabot tumani mahalla uyushmasi tomonidan ekishga rejalashtirganmiz. Hasharlar tashkil qilyapmiz. Har oyda 2 tadan xonadonni biz ta'mirlab kelyapmiz. Surxondaryoda 2024-yil boshida kambag'allik darajasi 10,5% edi. Yil yakuniga qadar viloyatda 11,300 ta oilaning turmushi yaxshilanib, kambag'allik darajasi 7,9% ni tashkil etmoqda. Birgina viloyatning og'ir hududi Muzrabot tumanida o'tgan yili aholi bandlik dasturiga 31,269 nafar bandligi ta'minlanmagan fuqaro kiritilgan edi. Bugun ularning barchasi ishli, daromadli. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida Yurtim Jamoli mahallasi yashil hududga aylandi. O'ktam Haytaliyev xorijda, vatanidan uzoqda ishlar edi. Bugun esa davlat ko'magida tadbirkorga aylangan. Quvonarlisi u boshqalarga ham tajribasini o'rgatmoqda. Mahallada qulupnaychilik driver sohaga aylanyapti. Muzrabot tumanidagi 1 gektar yerga tashkil etilgan issiqxonadamiz. Bu yerda sentyabr oyida 70 ming qulupnay ko'chatlari ekilgan edi va bu dekabr oyida hosilga kirdi. Bir oyda e'tibor bering, 200-250 milliongacha daromad olib kelyapti. Bu haqda hozir tadbirkorning o'zidan eshitamiz. 2018-yil Rossiyadan qaytib kelganman. Rossiyada yurganman 6 yil. Bu yoqda islohotlar o'zgargani uchun qaytib kelganman. Ancha yengilliklar bo'lgan. Mana Xudoga shukr, kam bo'lganimiz yo'q. Hozirgi kungacha daromad topib kelyapmiz. Har yil, har sezon. Yildan yilga yangi proyektlar kirgizib, yangi ko'chatlar ekyapmiz. Ishni boshlashdan qo'rqmash kerak. Tadbirkorlik hozir juda ham oson bo'lgan o'zimizda. Migratsiyada yurganingizda xayolingizga ham kelmagan edi. Shunaqa, bizda juda qiyin bo'lsa kerak. Biznes juda soliqlar yoki boshqa narsalar juda qiyin, shuning hisobiga qo'rqardik undan. Keyin mana imtiyozlar berildi davlatimiz, prezidentimiz ko'magi bilan. Tadbirkorlikka keng yo'l ochilib berildi. Qo'rqmay qilib boshladik. Bu 1 oylik daromadni bemalol kiritlarni yopib olaman. Tashlandiq joyida bularni yerda surib tashlab, tuproqlarni olib, yerda 1 metr yerga pasaytirib, ustidagi kerak emas tuproqni olib, shu tuproqlarni ishlov berib, keyin teplitsani qurganmiz va 200 million davlatdan kredit olganmiz. Imtiyozli kreditdan. Bu tarafimiz dekabr 1-dan hosilga kirgan, sentyabrda ekilgan qulupnaylar bular. Bu tarafimiz 15-dekabr yaqin hosilga kirib boshladi. Bir haftada necha kilo qulupnayni endi bozorga chiqaryapsiz? Haftasiga 2 marta terim bo'ladi. Har 3 kunda yo 4 kunda bir bo'ladi terimimiz. Haftasiga 2 marta to'g'ri keladi. 400 kilo, 500 kilo, joyi keladi 600 kilogacha teryapmiz haftasiga. 40 million, 50 million daromad qilyapmiz. Qulupnaydan mo'l hosil olish uchun yomg'ir suvlaridan foydalanish yaxshi natija beradi, deydi yosh tadbirkor. Masalan, agar biz ariqdan sug'organimizda 100 tonnalab suv ishlatardik, 100 kublab. Hozir bu haftasiga 2 marta sug'orsak, 1 gektar teplitsa uchun 15-20 kub suv beramiz. Mana shu hosillar uchun juda ekonomikni bu tomchilatib sug'orish. Hovuz qo'yganmiz, ko'rgan bo'lsangiz, o'sha hovuzga hamma yomg'irda chiqqan suvni, chuchuk suvni yig'ib qulupnayga beramiz. Qulupnayga bu juda foydali ekan, chuchuk suv, yomg'ir suvlari. Unda sho'rligi 0 bo'lar ekan. O'shaning hisobiga bunga yoqar ekan. Bu tarafdan ham foyda qilyapmiz. Nechta ish o'rni tashkil qilgansiz endi? Hozirgi kunda doimiga 12 ta, terim kunlari mavsumiyda 20 ta, 25 tagacha olib boramiz. Qulupnayni ko'chatlarini ham sotaman deyapsiz-da. Ko'chatlardan qancha daromad bo'ladi endi? Bitta ko'chatimiz 10 ta, 7 tagacha ko'chat beradi. 2 million sotgan taqdirimizda ham hech bo'lmaganda bitta sezonda 400-500 million daromad ko'rsak bo'ladi. Ko'chatni o'zidan. Va o'zimiz uchun ham ko'chat bepul bo'ladi. Bu taraflama mana 300 millionlik daromadni o'zimiz saqlab qolamiz. O'tgan yilgiday xarajat bo'lmaydi-da, ro'zg'orim bu, hamma narsa yetarli. Ayollarimizni, yoshlarimizni ish bilan band qildilar. Yana ham kengaytirmoqchi. Yurtim Jamol mahallasini qulupnaychilikka ixtisoslashtirmoqchimiz. Odamlar hammasi kelib o'rganyapti. 47 ta issiqxonamiz bor, tashkil etilgan. Endi mana 47 tadan tashqari yana 12 tasi mana bu fevral oyidan boshlab 2 sotiqda qulupnay ekishmoqchi. Mahallada xizmat ko'rsatish sohasi ham rivojlanmoqda.
Shuhrat G'oziyev davlat ko'magida mahalla yettiligining tavsiyasi bilan 100 million so'm kredit olib, eshik rom darvoza yasashni yo'lga qo'ydi. Bir oyda o'rtacha 300 million so'm daromad topyapti. Ko'rib turgan joyingiz bundan bir necha yillar oldin bo'sh turgan yer edi. Mahalla ko'magida 100 million imtiyozli kredit olinganligi evaziga bu yerda katta bir ustaxona tashkil etildi va 8 nafardan ortiq mahalladagilar ishli bo'ldi. E'tibor bering, bir kunda mana shunday eshiklardan 18 ta ishlab chiqarilar ekan, o'rtacha hisobda va bu 18 million daromad degani. Tadbirkorning o'ziga esa 2 milliongacha sof foyda qolar ekan. 5 kishi bilan ishni boshlagan shogirdlarim bilan Rossiyadan chaqirib oldim shogirdlarimni. 24-yil uskunalar uchun kredit oldik. Eshiklarni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Xizmat ko'rsatishlarni yo'lga qo'ydik. Yetkazib berish xizmatlarini ham yo'lga qo'ydik. O'rnatib berish. Mahallamizdagilar kelib ishlayapti. Qo'lda qila olmaydigan ishlaringiz bor. Uskuna kerakligi uchun mahallaga borib aytganmiz. Ular darrov bizga o'sha narsani hal qilib berdi. Yengilgina bo'ldi. Mana ishchilarimiz ham xursand. Prezidentimiz bugungi kunga hamma sharoitlarni qilib qo'yibdi. Bizlar uchun, mana tadbirkorlar uchun faqat mehnat qilish kerak, oldinga harakat qilish kerak. Bo'ldi. Mehnat qilsangiz hammasi bo'lib ketaveradi o'zidan-o'zi. Darvoza uchun keldik, buyurtma qildik. O'zlari olib borib o'rnatib berdi. Xalqimizda qancha kishi ishli bo'ldi. Oldinlari xo'jayinim bilan borib bitta darvoza olish uchun Angorga, Termizga borardik, vaqtimiz ketardi. Unga qancha yul pulimiz ketardi, olib kelishimiz, o'rnatishimiz qiyin edi. Davlatimiz rahbarining farmoniga ko'ra 2025-yilda 1 million nafar aholini kambag'allikdan chiqarish davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining hamda barcha darajadagi davlat organlari va tashkilotlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilandi. Bu borada Surxondaryoda tizimli ishlar davom etadi. 24461 ta kambag'al oilaga yordam berish orqali kambag'allik darajasini 4% ga tushirish rejalashtirilgan. Pirovard natijada obod xonadonlar safi kengayadi, farovon turmush ta'minlanadi.